Kelinglar do'stlarim, birgalashib buyrakni qarshilaymiz. Tashqariga bulardan birortasi ham qolmasin. Badandan chiqarib tashlanglar. Nimalarni chiqarib tashlayapsizlar badandan? Zaharlarni. Ey Zidu, meni ishim badandan zaharlarni quvib chiqarish. Hali bizning badanimizda zaharlar ham bo'ladimi? Badan ozuqalardan bo'lgan foydali elementlarni singdirib oladi, qolganlarini esa qoldiradi. Mana shu chiqindilar qonga aralashib ketadi. Demak biz qiynalib qolmasligimiz uchun bu chiqindilarni tashqariga chiqarib tashlashimiz kerak ekanda. Men va ishdagi sherigim aynan shu ish bilan shug'ullanamiz. Sheriging? Badanni boshqa tarafida yana bir buyrak bor. Biz ikkitamiz belning eng pastki qismida, umurtqa pog'onasining ikki tarafida joylashganmiz. Haqiqatdan ham juda muhim ishlarni qilar ekansizlar. Alloh taolo bizni bu badanning bir a'zosi qilib qo'ymaganida qon juda ham kirlanib ketgan bo'lar edi. Biz bir kunda qonni 36 marta tozalab chiqamiz. Voy, bu juda ajoyib xizmat. Biz ishimizni doimo bajarib yurishimiz uchun asrab avaylanishimiz kerak. Qanday qilib? Ko'proq suv ichish, yaxshi toza meva, sabzavotlarni iste'mol qilish bilan tuzli, sho'r narsalarni ko'p iste'mol qilishdan ehtiyot bo'linglar. Bu bizni ko'p ishdan chiqarib qo'yadi. Endi esa men seni shu yerda qoldirib, o'z o'rnimga bora qolay. O'z o'rningga, ya'ni ko'krak qafasiga demoqchisan, shundaymi? Meni joyim o'sha yerdami? Bilak demoqchi edim, bilak. Joyim qayerda ekanini esingdan chiqarib qo'yibsan-ku, Zidu. Menga eslatib o'rgin. Senga do'stlarim eslatishsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buyraklarni joyi qayerda edi? Ziduga yordam bering va buyraklar qayerda joylashganini izohlarda yozib qoldiring.